Ayam kasallar ish qilmaydi. Ayas kasallar? Nechiga kirdingiz? Bilmayman. Ha? Nechiga kirganingizni bilmaysizmi? Yo'q. Ukajonim. Ayazga borasizmi? Ayaz kim? Shu kishimi Ayaz? Ha, xolangizmi? Mengsim emas, xolajon. Mana shu bolani ishlatmang, xo'pmi? Mana yosh bolaga to'g'ri kelmay mana pulni berib yubordi. Bu sizdan emas? Nechi kishilar? Mana shu bolacha bitta duo qilib qo'yasiz. Bratska baxki. Mayli, opajon. Chiroyli yuzingiz dard ko'rmaydi. Joningiz sog' bo'lsin. Bratska. Nima ish qilasan? Nima ish qilaman deding, ana shunday ko'chada yurasan. Bir kunda qancha pul topasan? Bir kunda 30 ming, 40 ming, 50 ming. 30 ming, 40 ming, 50 ming pul topasan. Boshqa topa olmaysan-a? Yo'q, Alloh bergan topaman. Mana uni beraman. Bir hafta ishga chiqmaysan, tushundingmi? Borib onangga qarash. Tushundingmi? Onajoningga aytgin, ona de, ko'chaga chiqarmang meni de. Kechga soat 10:30 bo'ldi, tushundingmi? Soat 10:30dan keyin ko'chada yurma. Har xil odamlar bor, har xil narsalar. Sen yoshgina balasan mana. Salom ayt hammaga. Bo'pti aka, sog' bo'ling, assalomu alaykum. Bir hafta ishga chiqmayman de. Bir hafta ishga chiqmayman. Dam olaman de, bor, damayingda.